Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Toshloq tumaniga Qumariq degan joyga shunaqa ayvonini shunaqa g'isht bilan to'sib qo'yishgan joyiga eshik romlarni olib kelib qo'yib berganmiz. Akfa alyumin zolotoy deb bo'lgan. Aynaklari bir qavat, yo'duv ayna bo'lgan. Eshiklari ham, eshiklarining tagi ham markafonli bo'lgan. Ichkarida podagonlilari kakpalojni bo'lgan. Xo'p, podagonlarni отдельный qilib, chiroyli qilib, kirishkalarini ham kakpalojni solib qo'yib berganmiz. Romini ko'rsatalaring. Xo'p, romi yoniga ochiladigan shunaqa temir mexanizmdan qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham idealni chiqqan ichkaridan ko'rinishi bu. Bitta marta 80 ga 2 metrli eshik bor. Xo'p, bu hozir tashqaridan bitta ko'rsataman, razmerini aytaman, narxini aytaman. Xo'p, bu tashqaridan ko'rinishi, hozir ichkaridan ham ko'rsatib o'tdim. Tak 1.40 ga 1.80 li romdan shunaqa 4 ta bo'lgan. Ko'rib turgan eshiklarining eni 1.40, bo'yi 2.65 bo'lgan. Bundan yonida 40 sm li kichkina ko'zi bor, romda ko'zi bor. Bu tomondan asha 2 ga 90 li eshigi bor. Shu ko'rib turgan joylaringga biz Akfa profil bir qavat ayna podagonlilar bilan 12 million so'mga Toshloq tumaniga qo'yib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaring, vodiy bo'yicha xizmatdamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp bor. Bemalol yozsalaring, javob qaytaramiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat.